Ota-ona haqqi. Farzand. Sen unga ta'lim bermading, birodar. Maktabda ham ahvol shunday bo'ldi. Atrofidagi odamlarning tarbiyasi yaxshi emas. Do'stlari ham dindan ancha uzoq. Mana endi bu farzand noqobil bo'lib ulg'aydi, otasini ko'ziga tikka qaradi, otasini g'azablantirdi. Bu o'rinda eng katta aybdor bu ota. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni hadislarini farzandlarga aytib turib, ularga o'rgatsak, ine ularni ma'lumot qilishga haqqimiz bor. Bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir odamni ko'rib qoldi. Bir odam ikkinchi odamni oldida kelyapti, orqasida odamda yetishib kelyapti. Payg'ambarimiz haligi oldida kelayotgan odamga, "Bu kishi kim?" deb so'radi. "Bu kishi meni otam" dedi. Otasini oldida ketyapti u. Rasululloh aytdilar: "Fala tamshi amamahu va la tajlis qablahu va la tad'uhu bismihi va la tastasibba lahu." Otangni oldida yurma, undan avval o'tirma, uni ismini aytib chaqirma va so'kinishiga sabab bo'lma dedi. Mana shu narsani ayting bolangizga, mumkin emas, payg'ambarimiz manaqa degan. Shuni asosida siz oldida yurmasin, sizdan buni o'tirmasin, atingizni aytib chaqirmasin, sizni so'kinishiga majbur qilmasin. Shuni aytib o'rgatsangiz, bola o'rganadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Ma min muslimin lahu walidani muslimani yusbihu ilayhima muhtasiban." Ibn Abbosdan u kishi aytadi: bir mo'min musulmon insonning musulmon ota-onasi bo'lsa, ularga yaxshilik qilib, uning savobidan kutgan holda tong ottirgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo unga jannatning ikki eshigini ochadi. Agar bitta otasi yoki bitta onasi qolgan bo'lsa, jannatda bitta eshik ochiladi. Agar farzand ota-onadan birini g'azabini chiqargan bo'lsa, Alloh taolo o'sha shaxs rozi bo'lmagunicha rozi bo'lmaydi. Otasini norozi qilgan odam to rozi qilmagunicha Alloh undan rozi bo'lmaydi. Ota-ona unga zulm qilgan bo'lsa ham deb so'rashdi. Ota-onaga zulm qilgan bo'lsa ham. Ota-ona mana shu farzandiga zulm qilgan bo'lsa ham, bola ota-onani rozi qilishlik kerak bo'ladi. Chunki ota rozi, Xudo rozi. Modomiki otalar gunohga buyurmayaptimi, itoat qilishlik kerak bo'ladi. Ba'zida ota ko'chadan asabi buzilib keladi. Bir narsadan bir jahli chiqib bolasiga baqirsa, hali bola jonivor indamay qolmaydi. Nima qiladi? Shat gap qaytaradi. Mana shu oq bo'lishni ko'rinishdan bittasi. Ko'zimizni katta ochaylik. Yaxshilab bilib olinglar, ota-ona farzandiga mehribon bo'ladi. Seni oq qildim deb primoy tekst bilan aytmaydi. Milliontadan bitta aytishi mumkin. Ammo bir marta g'azablandimi, Alloh saqlasin o'lib qolmang shu holatda. Chunki ota-ona siz bilan bizni vujudimizning sababi. Allohga ibodat qilishimiz qanchalik lozim bo'lsa, ota-onaga shunchalik yaxshilik qilishimiz lozim bo'ladi. Bilasizlarmi? Hech ish yurishmayotganligidan shikoyat qiladigan odamlar ko'payib ketgan oxirgi payt. Odamlar ko'payib ketgan, ishi yurishmayotganligidan shikoyat qiladi. Yana shunday odamlar bor, qarasang, ishi doim yurishayotgan. Nimaga qo'lini uzatsa yetadi? Nimaga intilsa Alloh taolo beradi. Bir xil odam, bir xil shaharda yashaydi, bir xil biznes qiladi, bir xil tijorat qiladi. Nimaga birini ishi yurishadi, ikkinchisini ishi yurishmaydi? Qarang, современный biznes yuritishlik haqidagi qo'llanmada bu narsa yo'q. To'g'rimi? Bozorga o'rganib chiqishlik kerak, sezonda tovarni olib kelishlik kerak, vaqtda narxni ko'tarishlik kerak. Bular faqatgina moddiy sabablarga suyanadi biznesingizni yurgizishlikni. Ammo islom nima deydi? Bir kishini har bitta ishda muvaffaqiyatga erishayotganligi, ishini oldiga yurayotganligini siri bu inson ota-onasini rozi qilgan inson. Bu inson ota-onasini duosini olgan inson. Bu insonni hamma yo'g'i yaxshi bo'ladi kelajakda inshaalloh. Endi boyaga ishi yurishmayotganligidan shikoyat qilayotgan odamlarni nimaga yurishmayapti ishi desangiz, xuddi mana shu narsa sabab bo'lgan. Ota-onasini norozi qilgan, ota-onasini g'azablantirgan va ota-onasi o'tib ham ketgan. Norozi bo'lgan holida. Qarang, Alloh taolo nimani buyurdi? Astagfiru billah. Va qada robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana. Parvardigoringiz yolg'iz uning o'ziga ibodat qilishlaringizni hamda ota-onaga yaxshilik qilishlaringizni amr etdi. Qaranglar, Allohga ibodat qilishlikdan keyin nima eslatilyapti? Ota-onaga yaxshilik qilishlik. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff va la tanharhuma va qul lahumu qawlan karima. Oyat qarang davomini. Agar ularning birovi yoki har ikkisi sening qo'l ostingda keksalik yoshiga yetsalar, ularga qarab uff tortma va ularning so'zlarini qaytarma, ularga doim yaxshi so'z ayt. Allohga ibodat qil, ota-onangni rozi qil, ularga uff dema, qattiq gapirma. Ota-ona yoshlik paytida sog'
o'zini ishini o'zi eplab, o'zini arabasini tortib yurgan paytda ularga ihson qilish, yaxshilik qilishlik oson. Ammo qariganda, kunora kasal bo'lishga boshlaganda, injiqligi ko'payib ketgan paytda qilingan yaxshilik haqiqiy qahramonlik. Otang sog'ligida, yoshligida, kuch-quvvatga to'lib turgan paytda, onang ham shunday bo'lib turgan paytda yaxshilik qilishlik oson, chunki talabi ko'p pastda. Tinch yursangiz bo'ldi unga. Ammo qariganda, kasal bo'lib injiq bo'lgan paytda yonida xizmatda turgan odam, ota-onasining duosini olgan odam ikki dunyoda barakot topadi. Shuning uchun otasi qaralar, onasi qaralar ko'zimizni katta ochaylik. Bu boshimizga qo'ygan qush ular. Pirrat uchib ketishi mumkin. Sezmay qolasiz va pushaymon bo'lasiz. Undan keyin ho'kizlar so'yib, qo'ylar so'yib, tuyalar so'yib ehson qilasiz, lekin tirikligidagi o'sha ikki og'iz shirin so'zingiz u yonida suhbatlashib o'tirishingizga teng bo'lmaydi u. Keyin pulinglar ham qoladi o'zingizlarga, ulfatlaringlar ham qoladi, samovarlaringlar ham qoladi, biznes hamma yo'qinglar qoladi. O'z-o'zingizga qoladi. Ammo ular ketgan bo'ladi. Qarib qolgandan keyin ota sen bilan birga uyda turadi o'g'il bola. Avval sen u bilan birga turar eding, endi u sen bilan birga turibdi. Agar otadan siz bilan kim qolgan uyda desa, katta o'g'lim deydi yoki kichkina o'g'lim deydi. Endi farzanddan so'raladi. Sen bilan uyingda kim qolgan desa, otam qolgan men bilan deydi. Endi sen tevaga chiqding. Otang seni qo'lingda turibdi. Otang sen uni qo'lida bo'lgan paytingda qanday seni xizmatingni, parvarishingni qilgan? Endi sen shuni qilishliging kerak bo'ladi. Chunki mehmon bo'lib qoldi. Mehmon bo'lib qoldi. Nima qilgan bo'lsa senga qoldi. Nima to'plagan bo'lsa hayotda senga qoldi. Hurmati ham, uyi ham, moli davlati ham.